Assalomu alaykum. Anglayotganinglar tarixiy tazkira asar İdiqut o'g'lonlari Mo'yitlar jamiyati. Avtori Umarjon Sidiq. Ablimit Maqsudov. Ablimit Maqsud 1916-yili Turpan Ostonining Tayzang kentida o'qimishliq diniy zot Maqsud Mo'min oilasida dunyoga kelgan. 1924-yilidan 1929-yilgacha Ostonada otasining navra tuqqani Maqsud Mo'yti ochgan Maqsudiya maktabida o'qigan. 1931-yili atiyozda istibdod Jingshurin hokimiyati va yerlik bey xo'jalarning zulm, ekspluatatsiyasi dastidan savr qatsi chiqilgan qahramon qumul xalqi Xo'janiyoz hojining boshchiligida qo'zg'olon ko'tardi. Qumul tog'laridan ko'tarilgan inqilob yolqini tezla butun sharqiy, janubiy Shinjonggacha tutashdi. Turpan ostonidagi dehqonlarmi bu qo'zg'olonga aktiv ovoz qo'shib, Maqsud Mo'yti, Mahmud Mo'ytilarning boshchiligida qo'zg'olon ko'tarib, Xo'janiyoz hoji qo'zg'olonga qo'shildi. Mana mushu qo'zg'olonchilar sepiga 16 yoshga kirgan Ablimit Maqsudmu qizg'inlik bilan qatnashgan edi. Oq ko'ngil, jigarlik bu yosh shu qitim uydan chiqib ketgancha o'zining qismat xotirasiga Shinjondagi nurg'un zo'r voqealarga ishtirok qilish va shohid bo'lishning ozodlikdan burunqi va keyingi Shinjongning madaniyat, ma'rif, oqartish ishlarida muhim rol o'ynaydigan tarixiy shaxsning biriga aylanishning kutilganligini o'ylabmi boqmagan edi. Ablimit Maqsudov dastlabda ata tuqqan qarindoshlari bo'lgan Maqsud Mo'yti, Mahmud Mo'ytilarga agishib oddiy askar bo'lib, Ostona, Turpan Yangi Koni shahar, Pichan bozori, Lukchun qatorliq joylardagi urushlarga qatnashgan. Bu jarayonda uning yuragi to'xtab, urush tajribasi beyib, xili yaramliq askar bo'lib qolgan va zirakligi, boturligi, marganligi bilan qo'zg'olonchilarning orasida munosib hurmatga erishgan. Maqsud Mo'yti Lukchundagi jangda qazo qilgandan keyin Mahmud Mo'yti bosh qo'mondon bo'lib, o'zi bilan birga qo'shilib chiqqan ostonalik yoshlardan bir qo'g'dash bani tashkil qilgan va Ablimit Maqsudni banjonliqqa tayinlagan. Shuningdan keyin Ablimit Maqsud bosh qo'mondon Mahmud Mo'yti bilan shimolda Guchung, Jimsar, janubda Korla, Aqsu, Qashqarlargacha birga borgan. Uning bilan kech-kunduz degidek billa bo'lib, talay janglarga qatnashib, halqiliq paytlarda bir qancha qitim Mahmud Mo'ytini dushman qo'rshovidan qutqizib qolgan. Shunga uning darajasi baldoqmu baldoq o'stirilib, Mahmud Mo'ytini qo'g'dash payining payjongi, lianjangi, 6 diviziya Pilimut atritining mayor darajalik boshlig'i qatorliq vazifalarni o'tagan. Bu jarayonda ko'p qitim qonliq janglarga qatnashib va boshchilik qilib, jonni olqonga elib qo'yib, dushman bilan elishib, boturligi, farosatlikligi bilan ko'p qitim o'lim og'zidan qaytib kelgan. 1935-yili 11-oydan 1937-yili 7-oygacha ikkinchi qaror Toshkentga berib o'qiydigan yoshlar bilan Qashqardan O'zbekiston poytaxti Toshkentga berib, O'rta Osiyo universitetining ma'muriy huquq fakultetida o'qigan. 1937-yili vatanga qaytib kelib, dastlabda Cho'chakda o'rta maktabda o'quvchi bo'lgan. 1938-yilning oxiri Urumchiga yo'tkilib kelib, Shinjong Uyg'ur oqartish uyushmasida bo'lim boshlig'i bo'lgan. 1939-yilning beshida Shinjong madaniy aloqa jamiyatida tahrir bo'lib ishlagan. 1940-yili Shingsayning tutqun qilishi bilan 1944-yilgacha 4 yil turmada yotgan. Turmadan chiqib 1 yil bo'lmay turib, yana qo'lga ilinib, 1946-yilgacha 1 yildan ortiqroq turmada yotgan. 1946-yili 3 viloyat inqilobi vaqtliq hukumati bilan Kuomintang hukumati o'rtasida tuzilgan 11 bitim ro'yi bo'yicha turmadan qo'yib berilgan. Ablimit Maqsud ikkinchi qitim turmadan chiqqandan keyin 1946-yilidan 1947-yilgacha Shinjong o'lkalik Uyg'ur uyushmasining muavin raisi, Shinjong o'lkalik ma'rif nazorati 2 bo'limining mudiri qatorliq vazifalarni o'tagan.
1947 yılı 8 ayda Kuomintang tarafının buzg'unchilik qilishi bilan 11 bitim buzildi. Şinjan o'lkalik birlashma hukumat tarkibida xizmat ishlayotgan Ahmadjon Qosimi, Abdukarim Abbasov, Sayfiddin Azizi qatorliq yo'ldoshlar Urumchidan G'uljiga qaytganda Ablimit Maqsudmu ular bilan birga G'uljiga berib, 3 viloyat inqilobiga qatnashgan. U 3 viloyatga borgandan keyin harbiy sepga kirib, oldi bilan Muzat davonida razvedka o'rnining boshlig'i bo'lgan. Uningdan keyin Jing, Shexu, Manaslarda Kuomintang qo'shinlari bilan ilib berilgan keskin janglarga qatnashgan. Manasni egallagandan keyin Manas daryosi oldingi sap razvedka atritining boshlig'i bo'lib ishlab, muhim tuhfalarni qo'shgan ham mayorlik unvoniga erishgan. Ablimit Maqsud 1949 yılı 10 aydan 1950 yılı 8 aygacha Şinjan o'lkalik maslahatchilar boshqarmasida Sayfiddin Azizga maslahatchi bo'lgan. 1950 yılı 8 aydan 1955 yılgacha Şinjan Demokratiya ittifoqi tarafidan chiqarilgan Olg'a gazetining bosh muharriri bo'lgan. 1955 yildan 1956 yilgacha İttifaq jurnalining bosh muharriri bo'lgan. Ablimit Maqsud 1956 yılı xizmat ehtiyoji bilan Qashqarga berib, Janubiy Şinjan partiykomida tashviqot bo'lim boshlig'i, Janubiy Tianshan gazeti, hozirgi Qashqar gazeti ning mas'uli bo'lib ishlab, partiyaning axborot, tashviqot ishlariga sodiq bo'lib, Janubiy Şinjan rayonidagi har millat xalqiga partiyaning ovozini vaqtida yetkazib, partiyaning fanjin siyosatlarining amaliylashishiga tegishli tuhfa qo'shgan. 1956 yılı Qashqardan Urumchiga yo'tkilib kelib, Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonluq madaniyat nazoratining muavin noziri, nazorat partiya guruhisining muavin shujisi bo'lib ishlagan. Bu mezgilda u Beyjingga ko'p qatim berib, munosabatlik rahbarlar bilan qayta ko'rishib, Şinjanda kino studiyasi qurish, san'at maktabi, hozirgi san'at instituti qurish xizmatlariga bevosita yetakchilik qilgan va bu xizmatlarni o'zi qo'l silib ishlagan. Kino studiyasining boshlig'i bo'lib, Şinjanda ishlangan tunji film Bo'stonliqdagi tantana qatorliq filmlarning yo'riqlikqa chiqishiga asos solgan. San'at maktabining muavin mudiri bo'lib, dastlabki qadamda maktabning tashkiliy apparatlarini qurish, aslihalarini yurishlashtirish xizmatlarini ishlab, Şinjanda kasbiy san'atchilar qo'shinining barliqqa kelishiga turtki bo'lgan. Şinjan Naqshsul o'mikining qurilish ishlariga mu qatnashgan. Keyin Jungo Sovet do'stlik uyushmasining raisi bo'lgan. 1963 yılı Mao Zedong asarlarini tarjima qilishga qatnashgan. 1966 yılı qo'zg'algan madaniyat zo'r inqilobida batnam choplanib ziyonkashlikka uchirgan. 1974 yılı xizmati asliga keltirilib, 1978 yilgacha Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonluq yezigilik fanlar akademiyasining mas'uli bo'lib ishlagan. 1978 yildan 1983 yilgacha sobiq Şinjan yezigilik institutining muavin mudiri bo'lib ishlab, 1983 yili 9 oyda pensiyaga chiqqan. Ablimit Maqsud mashhur jamoat arbobi. U 20-asrning 50-yillarining oxiridan boshlab Avtonom rayonluq adabiyot san'atchilar jamiyatining a'zosi, Avtonom rayonluq fan texnika jamiyatining a'zosi, Avtonom rayonluq 2-3 qatimli xalq qurultayining hay'at a'zosi, Avtonom rayonluq 4-5 qatimliq siyosiy kengashning doimiy hay'ati bo'lgan. Ablimit Maqsud adabiy ijodiyat bilan shug'ullanib, ayni yillarda xili salmoq ilmiy maqolalarni yozib, jamiyatda xili zo'r ta'sir qo'zg'agan. 1944 yılı uning Ey qalam yishingni to'k nomli she'ri Şinjan gazetida e'lon qilingan. 1938 yılı amdala 22 yoshga kirgan cho'chakda ishlayotgan Ablimit Maqsud Tarbag'da gazetida Ma'rif haqida nomli ilmiy maqolasini e'lon qilib, ma'rif o'qitish xizmati haqida sistemli qarashlarni o'ttirg'a qo'yib, ayni vaqtdagi ziyolilarning diqqat e'tiborini qo'zg'agan. Shu yili yana Şinjan gazetida
xalqaro vaziyat nomli maqolasini e'lon qilgan. 1939 yılı Ablamit Maqsud Uyg'ur yoshlarining savodini chiqarish maqsadida Uyg'ur tili ilifbasini tuzib tarqatgan. 1949 yılı Sayfiddin Azizlar bilan birga sharafli holda Jungo Kommunistik partiyasiga a'zo bo'lib kirgan. Ular Şinjan'dan partiyaga kirgan tunji oz sonliq millat partiya a'zolari bo'lib hisoblandi. Ablamit Maqsud bir necha davrni boshdan kechirgan. Nurg'un tarixiy voqealarning guvohchisi bo'lish sifati bilan beshidan kechirgan ashu voqealarni keyingi avlodlarga bildirish maqsadida Turpan, Pichan, To'qson xalqining 1947 yilidagi qo'zg'olonidan xotira Şinjan tarixiy materiallari 12 qism 1931-1934 yillari Şinjanda bo'lgan xalq qo'zg'olonlaridan qisqacha aslama Şinjan tarix materiallari 38 qism qatorliq bir bo'lik cho'ng hajmlik maqolalarni e'lon qilgan. Xizmat va kurash hayotida izchil turda oddiy sodda, kamtar bo'lib, to'hpida oldida, shon sharafda keynida turib kelgan. Har qanday harakatda eng mushkul, jafoliq vazifani ustiga olsa-mu, un-tinsiz holda mas'uliyatini ado qilib, boshqalardan o'rin, martaba talashmagan. Şinjanның azadlıq, madaniyat, tarix tazkira, ma'rif ishlariga o'chmas to'hfalarni qo'shgan. Bu peshqadam madaniyat jangchisi 2001-yili 4-oyning 11-kuni Urumchida 85 yoshida vafot bo'ldi. Risht Maqsud To'hfikor ma'rifchi, jamoat arbobi, shoir Risht Maqsud 1933-yili 12-oyning 26-kuni Turpan Ostonda bir o'qimishliq oilada dunyoga keldi. Uning otasi Maqsud Mo'min madraslarda ko'p o'qigan, arab, faris tillarini biladigan o'qimishliq kishi bo'lib, u kichik Rishtqa doim Jaloliddin Rumiyning Masnavi nomli kitobini, Navoiy, Shoh Mashrab qatorliqlarning g'azallarini, Shayx Saydining Bo'ston, Guliston nomli asarlarini o'qib beradi. Uzun tunlarda cho'chak rivoyatlarni aytib beradi. Bu xil muhit tabiiy holda Risht Maqsudning badiiy ditining shakllanishida manba bo'ldi. Risht Maqsud shu vaqtlardan boshlab adabiyotga ishtiyoq bog'lab, xalq qo'shoqlarini, mashrablarda aytiladigan naqshlarni yig'ib ko'chirib, yodlab yurdi. 1940-yili otasining navra tuqqani bo'lgan Maqsud muhiti asosini solgan Ostonadagi fanniy maktabga kirib o'qidi. 1946-yili amdila 13 yoshga kirgan Risht Maqsud talabkor o'qituvchilarning ajrida o'qishni a'lo natija bilan tamomlab, Urumchi 2 Darul Mualliminga o'qishga chiqdi. Risht Maqsud Darul Mualliminda o'qiyotgan mezgilida ayni vaqtdagi adabiyot o'qituvchisi Abliz Sharifi saboqdoshlaridan keyingi davrlarda atoqli shoirlardan bo'lib qolgan Ro'zi Qodiri, Ravnaq, Fattarjon Muhammadi qatorliqlar uningga zo'r ta'sir ko'rsatdi. 1947-yili Risht Maqsudning Adaqil nomli tunji she'ri Şinjan gazetining 3-dekabrdagi sonida Abdurashid Maqsudi nomi bilan e'lon qilindi. Risht Maqsud shu yillari saboqdoshlari ichidagi eng kichik bola shoir bo'lib qoldi. 1948-yili 5-oyda Darul Mualliminni tamomlab, o'zining ona maktabi Ostona boshlang'ich maktabiga qaytib kelib, o'qituvchilik qildi. U o'qituvchi bo'lgandan keyin yosh avlodlarni tarbiyalashga borlig'ini beg'ishlab, izchil turda qitirqinib xizmat ishlab keldi va xizmat natijasi ko'rinarli bo'lganligi uchun 1952-yili kuzda o'lkalik byuro kadrlar maktabiga, hozirgi avtonom rayonlik partiya maktabi, 1 yillik o'qishga avatildi. O'qishdan qaytib kelgandan keyin ayni vaqtdagi Urumchi viloyatiga bevosita qarashliq bo'lgan Turpan Yangi boshlang'ich maktabiga ilmiy mudir bo'lib tayinlandi. Shu chog'da Risht Maqsud amdila 20 yoshga kirgan edi. 1 yildan keyin Turpan 1-o'rta maktabi, hozirgi shaharlik 1-o'rta maktab qurilib, bu yerga o'qituvchi bo'lib yo'tkilib keldi. 1956-yili Ostona o'rta maktabi qurilganda Ostonaga kelib o'qituvchilik qildi. 1959-yili
Markaziy Millatlar institutining siyosiy fakultetiga 2 yillik o'qishga avatildi. 1961 yili institutni puturib kelgandan keyin Ostona o'rta maktabining mudiri va partiya yacheyka shujisi bo'lib ishladi. Bu jarayonda Risht Maqsud, Maqsud Mo'yti qatorliq töhfkor ajdodlarining ro'yiga varislik qilib, mo'l bilimlik, yuqori safoliq, mas'uliyatchan, mehribon, fazilatlik ustoz bo'lish sifati bilan yuzlagan yaramliq o'quvchilarni tarbiyaladi. İdiqut diyarda ma'rifni yanımı umumlashtirish, sifatini yuqori ko'tarish, o'qituvchilar qo'shin qurilishini kuchaytirish qatorliq jihatlarda o'chmas to'hfalarni qo'shib, Turpandagi hurmatga sazovar to'hfakor ma'rifchilarning obrazini yaratdi. Bu yillarda Risht Maqsud izchil turda o'qish, o'rganish va ijodiyatni davomlashtirib keldi. Bo'sh vaqt topsila kitob ko'rib, xotira qoldirdi. Uyg'ur tilida nashr qilingan har qanday materialni izlab tepib ko'rib chiqdi. Ostona yezisi tavasida ko'plagan peshqadamlar bilan uchrashib, xalq qo'shoqlari va muqom tekstlaridan nurg'unini to'pladi. Mushu jarayonda u arab, faris, chog'atoy, xanzu tillaridan bemalol foydalana oladigan, hatto yoza oladigan saviyaga yetdi. O'ziga zarur keraklik bo'lgan adabiyotga oid bilimlarni egallagandan sirt, o'rganishga tegishli bo'lgan barliq bilimlarni, ya'ni dunyo, Jungo tarixi, jumladan Uyg'ur tarixini, jug'rafiyasini, tabiat bilimlarini, xalqaro savodlarni, turmush bilimlari va tibbiy savodlarni erinmay o'rgandi. Arab tilini pishiq bilish alohidligiga asosan islom dini tarixi va diniy bilimlardanmi cho'nqur xabardor bo'ldi. Shunga yezidagi ko'plagan diniy zotlar Risht Maqsudning bu jihatdagi bilimiga qoyil bo'ladi va uni ustoz deb taniydi. Risht Maqsud 1972 yili Turpan san'at o'maki qaytadan qurilgandan keyin o'mak boshlig'i bo'lib yo'tkilib keldi. U bu yerga kelgandan keyin san'at o'mikini qaytadan tartibga silib, 3 noyini aylanib yurib, iqtidorli yoshlarni o'makka qabul qildi. Sifatlik tekstlarni yozib va tashkillab, ohangga soldi. 1981 yili o'mak a'zolarini Janubiy Jungo rayoniga ekskursiyaga opirib, Guangzhou, Nanning qatorliq joylardagi raqobat yuzlanishini ko'rsatdi. Uning rag'batlantirishi natijasida Turpan rayonidan 80 parchaga yaqin naqsha Şinjan Xalq radio stansiyasida anlatildi. 1980 yili Risht Maqsud Madaniyat ma'rif boshqarmasining muavin boshlig'i bo'lib tayinlandi. Ayni yillarda Turpanga o'xshash mushunda qadimki madaniyatlik yurtda birarmu matbuot, nashr afkori yo'q bo'lib, bu uzun yillardan buyon shoir Risht Maqsud va Turpandagi ziyolilarning ichini titildatayotgan masala edi. U madaniyat ma'rif boshqarmasiga yo'tkilib kelgandan keyin boshqarma boshlig'i tonilgan ziyoli Risht To'xti bilan birlikda Turpanda bir adabiy jurnalni yo'riqlikqa chiqarishga kirishib ketdi. Shu yillarda Avtonom rayonlik adabiyot san'atchilar birlashmasining raisi bo'lib turayotgan Pattarjon Muhammadi ularni yaqindan qo'lladi. Soda nazoratidagi Daryo Hasan bu ishga hamkorlashdi. Natijada Tömür Davamat, Abliz Naziri qatorliq rahbarlarning tasdiqlashini qo'lga keltirib, oxiri jurnal nashr qilish ishini hal qildi. Jurnal yo'riqlikqa chiqqandan keyin Risht Maqsud o'zi bevosita odam yo'tkab kelib, muavin bosh muharrirligini ustiga elib, Turpan jurnalining birinchi sonini muvaffaqiyatli holda yo'riqlikqa chiqardi. Demak, shoirning Turpanning adabiyot san'at ishlarining taraqqiyotida o'ynagan roli nihoyatda cho'ng bo'lib, uning bu jihatdagi o'chmas to'hfasi abadiy nurlanib turdi. 1984 yili kuzda Risht Maqsud viloyatlik partiya maktabiga muavin mudir bo'lib, 1987 yili viloyatlik millat diniy ishlar boshqarmasiga muavin boshliq bo'lib yo'tkaldi. 1993 yili pensiyaga chiqdi. İlim izdeyli bu zaman yatmay, g'aflat jaholat loyiga patmay, perişan bulup heykeldek qatmay, nadonlik bilan nomusni satmay, ilimsiz millat xonu vayrandur. Bu kun uyqudan ko'tarayli bosh,
Saba yorudi saçıp tik quyosh. İrpan suyayli her bir iriqtaş. Nişan qilayli musavat yashash. Bu kun bizlarga kelgan davrondir. Yeyilib irpan gullansin hamon. İrpan bilan biz yashaymiz aman. İrpan quchishqa keldi xush zamon. Keling o'g'il qiz tiz maktab tomon. Baxt buliqi ilm irpandir. O'ylanmay amdi kelgin jur'atga. Yo'liqmay desang balay ofatga. İrpan bilan biz patmay g'aflatga. Kang yo'l ochayli hur saodatga. İlim hayotning baxt konidir. Mana bu she'r 16 yoshlik Rishit Maqsudning Shinjang gazetining 1949 yillik 8 yanvar sonida Aytoldi taxallusda e'lon qilingan Ilm izdayli nomli she'ridir. Aniqki, Rishit Maqsud ijodiyatga yangilar qadam qo'ygan ma'sum yoshlik davridan boshlabla yangicha ideya, ilg'or fikr, o'tkir badiiy tafakkur va cho'nqur mas'uliyat tuyg'usi bilan millatni, ana xalqini xurofotlik, mutaassiblik, nodonlik, g'aflatdan qutulishga, ilm ma'rifat o'rnishga chaqirdi. Bu xil ideya uning ijodiyatida boshdan oxiri o'z ifodasini topdi. Ozodlikdan keyin u to'lib toshgan qizg'inlik va yangicha ruh bilan sotsializmni, partiyani kuyladi. O'tkir fikrlik ruboiylari bilan haqqoniyatni, adolatni, insof diyonatni, ezgulikni, g'urur, axloqni, yaxshi odam, yaxshi ishlarni madiladi, kuyladi. İctimai turmushdagi kishilik munosabatdagi ba'zi bir nachar xohishlarni, kishilar qalbidagi salbiy tuyg'ularni qattiq qamchi ostiga oldi. Uning bir xil aqliya so'zi ustidagi ommabop hayot haqiqatlari aks ettirilgan ruboiylari kishilar qalbining cho'nqur qetidan o'rin elib, kang ommaning suyib o'qishiga sazovor bo'ldi. Nurg'un kishilar uning ruboiylarini yodlab olib, husnixat qilib cho'ngaytib yezib, hurmat bilan saqlab keldi. Shoir hayotida ruboiy, parcha, masnaviy, g'azal, muhammas, muhtamilat va har xil barmoq vaznlik she'rlardan bo'lib, ming parchadan oshiq asar e'lon qildi. Uning Yurtimiz bo'ston bo'ldi, Gullagan turpan, Bo'yluq bog'lari nomli tekstlariga silingan naqshlari ko'p yillardan beri xalq orasida izchil etilib keldi. Bo'libmi, shoirning ijodiyatdagi eng zo'r tuhfasi ruboiychilik bo'lib, shoir o'zining ommabop, hozir javob, cho'nqur ma'nilik, jalbkor, teran turmush asosiga va xalqning suyib o'qishiga sazovor bo'lgan ruboiylari bilan Uyg'ur adabiyotida munosib o'rinni egalladi. Rishit Maqsud bir umr kamtar, chiqishqoq, xushfe'lligi bilan oddiy sodda yashab keldi. Mayli qaysi sohada ishlamasin, mayli qaysi xil vazifani o'tamasin, omma uchun amaliy ish qilib berishga, xalqqa naf berishga tirishdi. Jamoat ishlariga har xil yig'ilish, kurslarga aktiv qatnashib, faoliyatlarni tashkillab, o'zining aktiv faoliyatchi ekanligini namoyon qildi va avam uchun nurg'un yaxshi ishlarni qilib berdi. Shoirning fazilatlik, oddiy sodda, tamasiz, har vaqt boshqalarni o'ylaydigan, har qanday hojatmand kishiga qo'lidan kelishicha yordam beradigan xarakteri, uning hayotida kishilarga qoldirgan, uni zo'r hurmatga noil qilgan eng yaxshi ta'siri bo'lib, shundoq bo'lg'achqila shoirga 2 qatim to'n kiygizildi. 1995-yili Turpan viloyatlik adabiyot san'atchilar birlashmasi shoirga to'n kiygizgan bo'lsa, 1996-yili 11-oyda shoirning yoru birodarlari, o'quvchi shogirdlari, jamiyatdagi ilm ahlilari, ma'rifatparvar tijoratchilar shoirga yana 1 qatim to'n kiygizdi. 1992-yili shoirning Rubai va parchalar nomli asari birinchi qitimliq Turpan adabiyoti mukofotiga, 1990-yili Ruboiylar nomli asari ikkinchi qitimliq Xon Tangri adabiyoti mukofotiga erishdi. Yana nurg'un asarlari viloyat bo'yicha o'tkazilgan adabiy ijodiyat musobaqalarida ko'p qitim mukofotlarga erishdi. 1985-yili uningga avtonom rayonlik xalq hukumati tarafidan Şinjan Uyg'ur avtonom rayonida 30 yil ishlagan kadr degan
sharaf guvohnomasi berildi. U yuqorqi shon sharaf töhfalarga munosib holda xalq qalbidan o'rin elib, nurg'un kishilar hurmat bilan tilga oladigan, nomini yodlaydigan kishiga aylandi. U hayot chig'ida Jungo Yozg'uchilar jamiyati Shinjang sho'basining, Jungo Osonliq millat yozg'uvchilari jamiyatining, Turpanshunoslik ilmiy jamiyatining a'zosi, Turpan jurnalining tahrir hay'ati edi. Ming afsuski, rahimsiz kasal 67 yoshga kirgan shoirni 2000 yili 4 oyning 19 kuni bu dunyodan vaqtsiz ilib ketdi. Uning jasadi Ostonadagi Mo'yitilar qabristonligiga qo'yildi. Xotima. Yenidən yasalğan azoda, keng, tüp-tüz dövlət 312-ci numurluq yolu bilan Turpan şəhərindən şərqə qarab 40 kilometr mangsınız Singim eğizға yetib keləsiz. Şimal tərəfdə yol boyu sizə əgişib gəlgən sihirlik İdiqut teğı asta-asta yolğa yaqınlab Singim eğizға kelgəndə 90 gradusluq buruluş yasab janubqa qayrıldı. Tağ janubqa qayrilgan joyda tağning ikki bo'lakining orasida uzunligi 5 kilometrdan oshadigan bir eg'iz shakllanadi. Atrofi egiz tog'lar bilan qo'rshalgan, tövanda Murtuq daryosi o'ynaqshib eqib turadigan, eqin bo'yida yop-yeshil qo'mushliq, rat-rat sugatlar o'zgacha manzara hosil qilgan, sharq tarafdagi yezining nomi bilan Singim eg'izi deb ataladigan bu eg'iz janub-shimol qatnashidagi birdan-bir o'tkal, muhim strategiyalik tugun bo'lish sifati bilan tarixdan buyon askar turg'izilib, har qaysi kuchlar talashadigan, dushmanni to'sadigan o'rin bo'lib kelgan. Hozirmi bu yerda qadimki potaylarning izlarini ko'rgili bo'ladi. Singim eg'izining g'arb tarafida turib, shimolga yuzlansangiz, ko'z oldingizda haybat bilan so'zilib yotgan Idiqut teg'ining tilim-tilim yo'l-yo'l eriqchilar, pakar-pakar taqir cho'qilar, qizg'uch rangda tavlinib turgan tosh to'pilar bilan giralishib, ajoyib bir samoviy mo'jizaviy ko'rinish hosil qilganligini bir qarashda tog' gavdasining go'yo yov xanjarda laxta-laxta bo'lsa-mu, yanila tinmay so'qib turgan Baturning qip-qizil yuragiga o'xshaydiganligini, yana bir qarashda xuddi cho'nqur tafakkur ilikida o'yg'i patgan, yillar to'lqinlari chehriga qat-qat qo'riqlarni salgan buvayni eslatadiganligini his qila olaysiz. Qishmi-yoz cho'g'dek qizirib, yolqindek yelinjab turgan bu tog'ning manzarasi mushundoq o'zgacha bo'lg'achqa, bu yerdan yil bo'yi chet ellik sayohatchilarning oyg'i uzilmaydi. Singim eg'izidan janubga qayrilgan yo'lni bo'ylab 1 kilometr mangsangiz, yo'lning sharq tarafiga Singim eg'izidan chiqib, Ostona, Qarg'o'ja yezilariga qarab eqiyotgan eqinning bo'yiga Qarg'o'ja yeziliq paxta pishiqlab ishlash setivilish zavodi joylashgan bo'lib, bu zavod dal ayni vaqtdagi Musulbay qurgan paxta zavodining o'rniga to'g'ri keldi. Paxta zavodidan sal o'tib sharqqa qayrilsangiz, Qarg'o'ja yezisiga, udul mangsangiz, Ostona yezisiga mangasiz. Udul ketgan yo'lning bo'yida baraqsan o'sgan qora yog'och, jigida, ujma, sugat daraxtlari yeshil koridor hosil qilgan bo'lib, yo'lning ikki tarafida kujum mahallalar, yop-yeshil takliklar, tutash ketgan anarliq bog'lar, texi o'zlashtirilmagan egiz-past to'piliq sho'rliqlar, cho'ng kichik qabrlardan tarkib topgan zaratgohliklar ko'rinib turdi. Mushu manzarlardan huzurlanib 5 kilometrga yaqin mangsangiz, Ostona yezisining markaziy 4 ko'chasiga kelasiz. 4 ko'chaning g'arb tarafi G'ojam oldi kenti, sharq tarafi Yangitur kenti, uning nerisi Qarg'o'ja yezisi bo'lib, ikki yeza tutishib ketadi. 4 ko'chadan g'arbga qarab 100 metrdakla minib, yo'lning janubidagi bir rat dehqon uylarining keyniga o'tsangizlar, Hazreti Alpatta G'ojam mozori oldingizda namoyon bo'ladi. Bu mozorga Mo'yitilarning avlodlaridan Maqsud Mo'yiti, Muhibulla apandim, Risht Maqsud qatorliq xili ko'p kishilarning jasadi qo'yilgan. G'ojam oldi kentidagi mushu markaziy ko'chaga Musul Mo'yiti, Maqsud Mo'yiti, Mahmud Mo'yiti akufkalarning qo'rovlari tutash joylashgan bo'lib, bu ko'cha tarixdagi nurg'un voqealarga shohid bo'lgan. O'z quchqidan ma'rifatchilik harakatini
inqilob to'lqinini, milliy savdo ruhini butun Shinjang tuproqiga tutashtirgan ko'cha bo'lib hisoblandi. Ko'chaning shimol tarafiga Mahmud Mo'yitining haybatlik kangri qorosi joylashgan bo'lib, hozir Ostona yezilik partikom hukumatning ishxona binosi qilib ishlatilayotgan bu qoro nihoyatda mukammal saqlanmoqda. Bu qoro taxminan 1920 yillar atrofida silingan. Yerlik kishilarning aytishicha, aslida Maqsud Mo'yti bu yerga Sovet pasonda bir haybatlik qoro soldirmoqchi bo'lib, sirtqi joylardan yong'oq yog'ichi va boshqa chidamliq ko'rkam tuz yog'ochlarini, Sovet ittifoqidan tammash, gazvoy lampa, har xil mis materiallarni akeldirgan. U tayyorliqlarni biror qurib bitirgandan keyin uyni loyihalaydigan, qurilishga yetakchilik qiladigan injener ilib kelish uchun Sovet ittifoqiga chiqib ketib, uzungacha kelolmagan. Ostonada qolgan Mahmud Mo'yti akasining orzusi bo'yicha uy qurilishini boshlagan. U ayni vaqtdagi Lukchun Wang ordisining xos me'morchilik ustasi bo'lgan Tiyip ustini uy qurilishiga yetakchilik qilishga taklif qilgan. Ayni vaqtdagi qoida bo'yicha Wanglarning xos hunarvanlarining oddiy fuqarolarning uylarida ishlashiga ruxsat qilinmaydigan bo'lib, Tiyip usta Mo'ytilar oilasining inovati, ma'rifatparvar, taraqqiyparvarligini ko'zda tutib, yuqorqi qoidani buzib, bu qurilishni o'zi bosh bo'lib bitirgan. Lekin oqibatda keyingi mezgilda Lukchun Vangliqining varislari Tiyip ustini Vangliqning amr ma'ruflariga muxolif ish qildi deb odam silib, yo'shirin o'ltirgizayotgan. Demak, butkul Turpan rayonida kam uchraydigan haybatlik, naqshlik, ko'rkam bu qurilish oxiri bitib, Mahmud Mo'yitining qorosi nomi bilan yiroq yaqinga pur ketgan. Janub tarafga qarab turadigan bu imorat har bir retida 8 taldan 3 retda 24 tal turi qo'yilgan egiz peshayvon, kimir, dalonchilik yana osti usti 2 qavatlik 24 eg'iz uy. Dalonga chiqadigan mustahkam naqshlik yog'och palampaydan tarkib topgan zo'r qurilish bo'lib, turuklar uchun ilibdek tuz va egiz yog'ochlar tanlangan. Bu yog'ochlar inchga seliqlangan. Uylarning osti usti taxtayliq bo'lib, har bir uyga 6 dan deraza qo'yilgan. To'rismi tüptüz seliqlangan shal bilan yepilib, cho'rlari chiroyli o'yma naqsh bilan ziynatlangan. Ishik derazalarning yog'ochlari, peshayvon turuklari nihoyatda puxta. Uy tomlari hozirgi uylarnikidan xili ko'p qilin bo'lib, ishiklarga Sovet ittifoqidan keltirilgan nafis sariq mis tutqichlar o'rnatilgan. Eng alohida yeri har bir uydagi koridor bilan chegaralanadigan tomga qalaydan nafs qilib yasalgan egiz tommash o'rnatilgan bo'lib, tommashning o't qalaydigan tarafi koridorga qaratilgan. Buningda bir tarafdan uylarga ko'mir va kul to'zib, paskina bo'lib ketishining oldi ilinsa, yana bir tarafdan koridorlarning issiq turishi ishga oshirilgan. Bu qurilishning keyni tarafigami oddiy peshayvon yasilib, ikki tarafdan chiqqili bo'ladigan chaqqan yog'och palampay o'rnatilgan. Bu imoratning oldiga kelganda odamning diqqatini qo'zg'aydigani so'l taraf bulundagi ikki derazani to'sish uchun yasalgan egizligi 2 metr, kengligi 2 metr yog'och qasha bo'lib, yerlik kishilarning aytishicha, bu qasha yomon niyatli kishilarning uy ichida bo'linayotgan gaplarni derazadan yo'shirincha anglavilishidan saqlanish uchun yasalgan ekan. Dal mushu derazasi sirtqa qaraydigan bir koridor bilan o'ng tarafdagi uylardan ayrilib silingan bu uyda Turpan qo'zg'oloni va boshqa ishlar haqida ko'p qitim muhim maslahatlar bo'lgan ekan. Nurg'un strategiyalik planlar mushu uyda vujudga chiqqan ekan. Odamni afsuslantirdigani yaqinda ashu yillarning shohidi sifatidagi bu yog'och qasha yeza tarafidan ilib Shu yerlik kishilarning eslashicha, Mahmud Mo'yitining bu qurosda Tuyuqluq Gayit ismli bir kishi uy xizmatchisi bo'lib ishlagan bo'lib, Gayit asli ota-onasi yo'q yetim bo'lg'achqa, Akovka Mo'yitilar uning beshini siylab, o'z uksidek ko'rib, uy o'choqliq qilib qo'ygan. Nomda uy xizmatchisi bo'lsa-mu, Mo'yitilar uni o'z qarindishdek ko'rgan. Shunga Gayit Axun
ulardan ömür boyu minnetdar bolup, bu çoğun hovlining tozalik, o'tin ko'mir, suv to'shish qatorliq ishlarini fidokorlik bilan ustiga elib, bu oila uchun jon ko'ydirib ishlagan. Ozodlik harpisigacha bu oilaning farzandlari har qaysi joylarga tarab ketgan yoki janglarda, turmalarda qazo qilgan. Gayet Axunmu yurti tuyuqqa qaytib ketgan. Lekin uning o'zi uzun yil turgan bu qo'roqqa suyunib ishlagan oila ishlariga va mehribon uy egalariga muhabbati bo'lg'achqa, bu oiladan rishtini uzalmay 50 yillargacha bu qo'roqqa kelishni to'xtatib qo'ymagan. U kechalari tuyuqdan ostonaga kelib, cho'lda arab qolgan cho'ng qo'roni serib supurib, suv sepib, idishlarni suv bilan liq to'ldirib, o'tinlarni yerib tayyor qilib qo'yib, tong otganda tuyuqqa qaytib ketgan. U bu odatini xili yillargacha davomlashtirgan. Bu yerda shuni qayd qilib o'tish zarurki, mo'ytilarning farzandlari ayni yillardagi to'nilgan boylardan ozodlikdan keyingi atalg'u bo'yicha aytganda pomishlardan bo'lsimi boshqa jazonxo'r boylardek dehqonlarga zulm qiladigan, uradigan, so'laydigan, iqtisodiy jihatdan talon-taroj qiladigan ishlarni hargiz sodir qilmagan, balki dehqonlarga qo'lidan kelishicha yordam qilgan, ojiz, yetim yesirlarning beshini siylagan, ochliqi tugab ketganlarga ochliq iyoni qilgan, dehqonlarning farzandlarini o'z yonlaridan pul chiqarib o'qitgan. Təmiratga kesli tarqılıb ketgan shu yillarda Sovet ittifoqidan har xil dorilarni olg'ach kelib, dehqon farzandlarini xolis davolagan. Shunga ozodlikdan keyin Turpandagi 4 cho'ng pomishchik deb atalgan mo'ytilar farzandlarining tarkibi ayrilganda, xalqning g'azabi yo'q pomishchiklar deb bekitilgan. Mahmud Mo'ytining qurosining g'arb tarafiga Toshkentdan Shinjonga kelib tijorat ishi bilan beyg'on ma'rifatparvar zot Mansurjonboy tarafidan 1922 yili silingan masjid va madrasa Uyg'ur uyushmasi hozirgi soqchixonaning o'rni, Qodir Hasanning uyi qatorliqlar joylashgan bo'lib, buning nersig'ila Maqsud Mo'ytining qurosi joylashgan. Bu ikki quroning orliqi 100 metrmi kelmaydigan bo'lib, Musulbayning qurosi mushu ikki quroning o'ttirsiga yo'lning qarshi tarafiga joylashgan. Afsuski, hozir Musulbayning qurosidan kichikkina iznamu qolmagan. Lekin Musulbayning Turpan Yeng shahridagi qurosi xili mukammal saqlanmoqda. Buni kitobimizning bosh qismida tilga ilib o'tdik. Maqsud Mo'ytining qurosi hozirgi Ostona o'ttir maktabning ichida bo'lib, ko'limi Mahmud Mo'ytining qurosidan kichik. Uslubimu oddiy. Bu quru maktabning g'arb tarafiga joylashgan bo'lib, janubga qaratib silingan. Imorat osti-usti 2 qavatlik bo'lib, oddiy peshayvon chiqarilgan. Uy ichining bezilishi, uslubi Mahmud Mo'yti qurosinikiga o'xshab ketadi. Bu uy Maqsud Mo'ytiga muhit hojidan qolgan. Tarixi bir qadar uzun bo'lg'achqa, xili ko'nirgan bo'lib, yaxshi asralmasa, vayron bo'lish xavfi borligi ko'rinibla turadi. Qismatning shundoq mos kelib qilishi kishini o'yga soladiki, ayni yillarda Turpan dehqonlar qo'zg'olonining bosh shtabi, ya'ni siyosiy markazi bo'lgan Mahmud Mo'yti qurosi hozirmi Ostona yezisining siyosiy markazi bo'lib qolgan. Ayni yillarda ma'rifatchilik harakatining o'chqi bo'lgan Maqsud Mo'ytining qurosi hozirmi bilim bag'chisi bo'lib kelgan. Gusul Mo'ytining qurosi G'o'jamaldi mahallasining 6 kilometr g'arbiy janubiga joylashgan Mangubuloq kentida bo'lib, bu quromi Sovet fasonda silingan. Qo'sh qanotliq naqshliq eshiklar, keng derazlar, eshiklarga chiroyli siriq mis tutqichlar o'rnatilgan. Hatto uyning qurosi qizil paxta raxt bilan zinatlangan. Vaholanki, keyingi har xil ofatlar jarayonida bu uymu vayron bo'lib, kichikkina iznosimu qolmagan. Demak, bu 4 Mo'ytining ichida Maqsud Mo'yti bilan Mahmud Mo'yti aka-uka ikkalanning qurosi xuddi ularning saltanati, shuhratidan derak berib turgandek, ularning qalbimizdagi ruhidek hozirmu hayvat bilan qad ko'tarib turmoqda. Tugidi.